Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Xudo xolasa Tojikistonimiz sayohatga manzaradan rahmat bo'linglar deb tabriklayman. Amdagi ikki ko'ringda bir suvda. Yo'llari tekis. Şveysariya, İtalya'ya gidiyoruz. Germanya'dan aydan İtalya masakan Varşava. Daha shunga o'xshagan joylar. Tepani qara sovuqdi. Salqin juda. Men ham bir yayray salqindim. Urinib ketdi boshqa. Chiqib shunday ekan. YouTube'ga qo'yib yuboraman. Moshin dimi chiqmay qoldi. Bizga anaqa bor, litsenziya bor, ulan olgansan. Yo'q, litsenziya shart emas. Siz ham ochaverasiz. Kanal video qo'yish kerak-da. Qo'ymasangiz qanchadadir bloklab qo'yadi ekan. 5 oy 6 oydami qo'ymasangiz bloklab qo'yadi. Siz qo'yib turasiz. Ha, 762 ta video qo'yganman, tasavvur qiling. Ha, Mittivaynlar videosi blogerlariku 650 tami bo'ldi endi. Videoga oldim desam olmayapman ekan. Mana birinchi tunnelga keldik, xudo xolasa Tojikistonda. Birinchi tunnelga keldik, xudo xolasa. Bu nariyadan ham ochmoqchi bo'lgan ekan shekilli. Kalta tunneldi. Kalta emas, 4 kilometr, 4,5 kilometr. O'shada kaltaroq, narigilardan nisbatan. Kaltada, ha. Tepani tog' turibdi. Metro ham shuda, metro. Mana hali ketyapmiz. Perivalda. Metro ham shuda. Tunnelda. 4,5 kilometrlik tunnelda. Uchta Mana bor. birinchi tunnel endi tugadi. Chiqyapmiz xudo xolasa birinchi tunneldan. Bizniki Dushanbada zo'r, Toshkentdagi. Shuni tunnelda chiqib, shuni radar turadi ana. Hech narsa yo'q. Orqamizda qor qolib ketdi.